tadbirkorlar, fermerlar sizlar bilan mana shu muammolar to'g'risida gaplashamiz. Kimning masalasi bo'lsa qo'lga tavaysalaringiz. Sizlarga imkon qadar yechim bormi, joyda yechamiz, yechimlar bormi yozib olib, yechib sizlarga xabarga yetkazamiz. Shunga nima masalalar bo'lsa, gapni yozib olib bajaramiz. Ha. Mani kontur 7 ta kontur. Qaysi fermersizniki? Ferza Tuzuyman. Hop. Ana bu 2 gektar, 1,5 gektar yerlarimda. Buni aylananda chigit ko'p ketayotgan. Serkachi ko'rinmaydi. O'z gektara qancha chigit ekyapsizlar? Gektara 30 kilogram. So'ng oxiriga borib 3 xolta yetmadi. Hop. Kecha bitta yonimdagi Shavkat Nazardan 3 xolta chigit oldim. Hop. Hozir endi ko'chiraman deb qo'ysam, ana undaqa solib chiqibdi-ku. Nima sug'urta, hosil sug'urtaga. Hosil sug'urta. Pulim ko'chmay qoldi. Shuni hozir berib Hozir keldim. sizda imtiyozli kreditdan chigit qancha pul kerak? Hozir qancha 2 million? Yo'q, yo'q. 1 million 700 ming so'm bo'lsa yetadi. 1 million 725 ming so'm bo'lsa. Lekin olib bilaman-da. Hozir yerdan chiqaylik. Masalani yechamiz. Şunu yechib jonga chaqirib, Bo'ldi. chigitni yetiring shunga. Olayam rahmat berdi. 2 million 25 ming so'm bo'ladi. 300 ming so'm pulim